Navbatdagi obyektimiz obzori Sharxon avtovokzalda. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Ablaziz aka, charchamayapsizlarmi aka? Rahmat, xush kelibsizlar. Rahmat aka. Bu ovqatlanish rastasi Sharxonda bitta bo'pti aka. Bu g'oya kim g'oyasi aka? Bu Muhsin akamning o'zining g'oyasi. Ablaziz aka, bunaqa chiroyli ko'rinishga qancha vaqt sarflandi aka? Qanchada tugatishdi? 5 kun yoki 6 kun ichida bitkazib berishdi. Qani aka, ishlarimiz sizga yoqdimi? Qolganlarga manzur keldimi? Sizlarga hech qanaqa bir qiyinchilik tug'dirmayaptimi bu ko'rinishlar? Yo'q, juda ham ma'zur keldi. Kelgan odamlar ham so'rab, qaytdan qildinglar deyapti. Biz aytyapmiz, Profter kompaniyasiga murojaat qildik. Bemalol murojaat qilsalaring, bitkazib berishadi sifatli. Ablaziz aka, yana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa aka, bemalol Profterga aloqaga chiqaverasizlar. Albatta. Xudo xolasa shunaqa chiroyli, sifatli holatda yana ishlaringizni bitkazib beramiz, xudo xolasa. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Profter tom markaziga aloqaga chiqaverasizlar.